Demak do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi jangimiz 70 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Ushbu jang referizi Izzatullo Sharipov, marhamat. Izzatullo Sharipov navbatdagi jangni boshqarib boradi. Приглашаем участников на октагон. На синий угол приглашается боец из Азербайджана Фатан Рзаев. Va birinchi bo'lib ko'k burchakka 28 yoshlik jangchi. Ozarbayjon Baku shahrida sport ustaligi nomzod. 3-0 rekordiga ega 70 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida 1,76 m bo'yni balandligida bo'lgan Fagan Rzayev chiqilmoqda. Его соперник, боец из Узбекистана, из города Бухара, Нозем Тапмадандаров. Uning raqibi 27 yoshda. Ko'p ko'rganmiz, kuzatganmiz uning janglarini. Buxoro o'g'loni Amur Temur klubi a'zosi Muzaffar Rajabov shoirdi. Qo'l jangi va aralash jang san'atlari bo'yicha bir qator turnirlar g'olibi va sovrindori hisoblanadi. Aralash jang san'atlari bo'yicha Osiyo chempionati sovrindori 502 rekordga ega bo'lgan Nozim Qalandarov. Итак, друзья, представляю вам бойцов в синий угол октагона. Бойцу 28 лет, уроженец Азербайджана, город Баку. Он, кандидат мастер спорта по ММА, является чемпионом международных турниров по ММА тренер Ильин Бабаев. Представляет спортивный клуб Эльсан Файт Клуб. Профессиональный рекорд 3 боя, 3 победы. Поприветствуем Фадан Рзаева.
соперник. Бойцу 27 лет, уроженец Республики O'zbekiston, Buxoro o'g'lona. Он является мастером спорта по ММА и по рукопашному бою. Неоднократный чемпион международных турниров по ММА и по рукопашному бою. Он является призером чемпионов Азии по ММА. Тренер Музафар Раджабов представляет спортивный клуб Амр Темур Бухоро. Профессиональный рекорд 7 боев, из них 5 побед и 2 поражения. Поприветствуем Назар Бухарский. Izzatilla Sharipov. Ko'rsatma berdi, jang boshlandi. Raqib asosiy zarbasini chap qo'lda yo'llaydi. Chap oyoq, chap qo'l, plus chapaqa. O'zi masofani o'rtada ushlab turibdi va qo'linki bo'y borasida biroz ustunligiga qo'llar baland ko'tarilgan. Loki kuchli. Fagan Zayev tomonidan javob qaytdi mana bunday low kick bilan Nozimdan. Nozim tajribali jangchi. Aktyor bo'lish lozim. Yiqilyapti raqib Fagan. Va Nozim Qalandar jangni parterga o'tkazishga harakat qilmoqda. Oxirigacha borish kerak mana shunday vaziyatlarda. Chiqib ketyapti. Zayev ikkinchi bor o'tyapti. Qo'lini bog'layapti Nozim, qo'lini bog'layapti. To'g'rini ushladi, ammo parterga o'tkazmoqda Nozim. Va mana shu yerda nazoratni qo'ldan boy berish kerak. Gard oktagon chetiga, barchasi to'g'ri. Habgard ohista o'tib olyapti. Chiqarib yuborish kerak emas. Qo'l zarbasi. Habgard yana 2-3 zarba yo'llayapti. 4-inchisi ulayapti. 5-inchisi imkon bor deguncha zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Nozim. Yana zarba 2ta. Raqib astoydil chiqib ketishga urinmoqda, ammo bermayapti Nozim. Berishi mumkin emas. Qo'lini chiqarib olyapti. Yana 2ta zarba, 3-inchisi ketma-ket. Yana bir zarba o'tyapti. Jon holatda hozir Rizayev. Chiqib ketishga bo'lgan urinish. Va back mount holatida bo'g'ish. Mana bu yerda bo'g'ish ortishi usulga aylanib ketmoqda. Diqqat bilan Zatar Sharipov jarayonni kuzatib boradi. To'liq ushlash holati yuzaga kelgan Nozim Qalandarov. Jarayon kuzatilmoqda va hamma joyda ekanligini ko'rsatyapti hozir. Rizayev Fagan, Ozarbayjon vakili ko'rinmayapti. Bo'g'ayotgan jarayon ko'rinmayapti bu vaziyatda. Endi zich oktagon chetida yana bor jon jahdi bilan hamma joyda ekanligini, chunki yegini qo'yib olgan, yegini tushirib olgan o'sha vaziyatda va bu ko'proq bo'g'ishdan ko'ra og'irtish usuli. Hozir tanasini to'g'irlash kerak va zarbalar yo'llash kerak. Menimcha qo'yib yuborgan holda, chunki kuch ketyapti. Hamma joyda. Bo'ldi. Nozim Qalandarov. Ozarbayjon vakili astoydil dosh berishga urinib ko'rdi. Astoydil oxirigacha. Raqib albatta biz ham hayajondamiz do'stlar. Fagan Rizayev ko'rdingiz, 3 marotaba qo'lini ko'rsatdi. Keldi o'ziga, hammasi joyida. Endi bardoshliga irodali jangchi ekan, eng muhimi, hammasi joyida. Nozim Qalandarov ushladi, qo'yib yubormadi. Ushlagan joyidan tutdi.
sof g'alaba. Rasmiy e'lonni kutamiz. Demak aziz do'stlar, ushbu jangning rasmiy natijasi. Birinchi raund 2-daqiqa 45-soniyada bo'g'ish uslubi bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak Nozim Buxovskiy. Sof g'alaba Nozim Qalandarov. Xursand albatta, xursand. Ushladi, qo'yib yubormadi do'stlar. Qadrlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Hozir fikr bildiradimi? Yo'q deyapti kamtarona Nozim Qalandarov. Yo'q deyapti, men gapirmayman deyapti. Gapiradimi? Gapiradimi hozir. Bizda qisqa tanaffus bo'ladi, reklama bo'ladi, ekrandan aslo uzoqlashmang. Men oktagonga O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rais o'rinbosari, kickboksing assotsiatsiyasi rais o'rinbosari, qo'l jangi MMA Pankration Buxoro federatsiyasi raisi, jahon chempioni, ATF Promotion rahbari hamda ATF 21 turnirining rasmiy mezboni Muzaffar Rajabovni taklif etaman. Do'stlar, hozir butun uning lavozimi va boshqa yo'riqlarini keltirib o'tdi. Men bir so'zni aytaman. ATF Promotion asoschisi va egasi, ko'plab jangchilarga oldinga yo'l beradigan inson Muzaffar Rajabov. Ana shu bolani kutamiz. Menimcha qanaqadir sovg'a bor. O'z shogirdiga g'alaba qozonsa, taqdim etishni maqsad qilgan. So'zni Muzaffar Rajabovga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xursand bo'ldim sizlarni ko'rib. Bugun ATFni boshladik. Nima deyman, bir ikkita uchta savollarga javob bermoqchiman. Menga ko'p kishi yozadi. ATF nimaga bir yil to'xtab qoldi deb. To'xtaganning sababi shunga javob beraman savollarga. Biz 2024-yil uchta jahon chempionatini O'zbekistonda davlatimizda bo'ldi. Kickboksing bo'yicha sentyabr oyida jahon kubogi bo'ldi Toshkentda. O'sha yerda 52 ta davlat keldi. 52 ta davlatning ichida O'zbekiston komandasi birinchi o'rin oldi. Qo'l jangi bo'yicha oktyabr oyida shu joyda, xuddi shu joyda Buxoroda jahon chempionatini o'tkazdik. Yoshlar va o'smirlar o'rtasida 32 ta davlatning ichida O'zbekiston jamoasi birinchi o'rin olgan. MMA bo'yicha birinchi marta jahon chempionati bo'ldi. Noyabr oyida 72 ta davlat keldi. 72 ta davlatning ichidan O'zbekiston jamoasi birinchi o'rin oldi. Bu narsalar prosta gap bilan emas. Qanday desam, yangi O'zbekistonda yangi tarixlar biz yaratdik. Bu narsalar bu gap bilan so'z bilan bo'lmaydi. Bunga конечно ko'p mehnat qildik biz. Hurmatli prezidentimizga katta sportga e'tibor berganlari uchun katta rahmatimni aytaman. Sport vazirligiga katta rahmatni aytaman. Har bir federatsiya, kickboksing, rukopashnik, MMA, har bir federatsiyani rahbarlariga, viloyat rahbarlari, viloyat trenerlari, sportchilari hammasiga rahmatimni aytaman. Bu hammamizning mehnatimiz. Shu bilan biz to'xtab qolmaymiz. Xudo xohlasa, men nima demoqchi? Bu sport shunaqa sport bo'ldi. Biza 140 ta davlat a'zo MMA'ga. Shundan 72 tasi hozir ana Abu Dabida yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga ketamiz. Shu 90 ta davlat registratsiya qilibdi bir oydan keyin. Biza 5 yil bo'ldi federatsiya ochildi shu yerda. O'zbekistonda 5 yil ichida O'zbekiston komandasi birinchi o'rinni oldi. 5 yil ichida
Toshkentda bir bo'ldi federatsiya melivoy rahbari aytib, bunaqasi bo'lmagan. Eng yangi federatsiya 5 yil ichida dunyoga bir bo'ldi. Xuddi samolyotning tezligida biz bo'ldik. Endi bir buni o'zi biz ushlashimiz kerak. Xudo xohlasa bir oydan keyin yoshlar o'rtasida jahon chempionati ketamiz. O'zi hamma tayyorgarlik o'shanda ketibdi. Keyin undan keyin Osiyo o'yinlari bor yaqinda. Osiyo o'yinlari oktyabrda MMA sportga kirdi. Yoshlarni yo'li boramiz. İşimiz ko'p, to'xtab qolmaymiz. Shu bilan ana hozir 1-4-iyun Pankratyon bo'yicha xalqaro turnir bo'ladi. Andijonda iyunda jahon chempionati bo'ladi. Avgustda 23 OpenFC bilan Rossiyada OpenFC degan promotion bor. Shu bilan biz ham hamkorliklar qilamiz. Shu manejda 23-avgust eng katta turnir qilamiz. Shu bilan to'xtab qolmaymiz. Faqat Xudo xohlasa biz oldinga ketamiz. Endi bu yo'q Arol Atayev bo'ladi. Ammalaringizga katta rahmat. Amir Temur Fighting Championship promotion nima uchun tanaffus olganligini reportaj mobaynida aytib o'tmoqchi edim. Menimcha Muzaffar aka bu ishni qoyil maqom tarzda amalga oshirdi. O'zi takrorlab qarab ko'rishimiz bizda. Guvohi bo'lganingizdek ATF Championship o'z yurishlarini davom takrorlab qarabdan so'ng qisqa tanaffus bo'ladi. Ekrandan uzoqlashmang. Asosiy 3 ta jang oldinda. Diydorlashamiz va qiziqarli janglarni e'tiboringizga havola etamiz. Bu ATF 21 turniri. Bugungi jang oqshomi sizga ma'qul bo'lyaptimi? Buxoro eshitilyapti. Tashkilotchilar tomonidan tayyorlangan navbatdagi sovg'amizni sizga havola etamiz. Demak, ATF 21 turnirining yulduzli mehmonlari san'atkorlarimizni badiiy sahnamizga taklif etamiz. Estradamizning yorqin yulduzi Ruhshona siz uchun kuylaydi. Marhamat, kutib oling. Керагимся, mana qara dema. Короче, yagonam mana dema. O'zbekcha понимаешь, avariya bo'lma. Yonimga kelma. Ну давай, bye. Minimum as fuck, let's get on the fuck, I go, try to get more,